Assalamu alaikum. Gilamdor abunachilari sog' salomat yuribmizda. Sizlar bugun Ramazon oyi munosabati bilan vobshe bomba chegirmamizni e'lon etamiz. Videoni boshlashimizdan oldin sizlar adresdan tushuntirib o'taman hozir. Benman Qo'shko'pir, Xiva yo'li tarafdan kelaverishingizda Rasentr bozorini Poskay tarafda bo'ladi. Obunachilar chap tarafimizdan kelaverishingizda Gullar, Mangut, Qoraqalpoq, Beruni, Yangi bozor tarafdan kelaverishingizda chap qo'lida birinchi do'kon bo'lib o'tadi. Obunachilar videoni oxirigacha ko'rishlaringizni iltimos etar edim. Vobshe bomba chegirmalarimizni e'lon etdik. Xudo xolosa videoni oxirigacha ko'ringlar obunachilar. Assalomu alaykum, Gilamdor obunachilari. Avvalambor sizlarni Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Hammani shu Ramazon oyida neki ezgu orzu, umid, niyatlari bo'lsa, erishavergi. Yine bugun Xudo xolosa ko'p vaqt bo'ldi chiqmadik. O'zlarimizni kanala bir yangilik etib, Ramazon oyida bir yangilik bo'lsin deb chiqdik. Xudo xolosa hozir bir yandan hammani tushuntirib o'tamiz. Ham bizning kanalimiz yangi bo'lgani uchun, yangi obunachilar uchun kommentariya, eng ko'p kommentariya yozib, like yanglagan odamlara prizlarni qo'ydik. Hozir bir yandan shularni kuzatib o'tamiz. Birinchi o'rinimizga g'oli qo'ydik yine. Sochaqli, ajoyib g'oli, ulli g'oli. 3'lik g'oli bo'ladi bu. Yine. Qalin ajoyib sochaqli İstanbulda yangilan bo'ladi. Buni Xudo xolasa birinchi o'ringa qo'yamiz buni. Obunachilar, shu bizda nechchali obunachi bo'ladigan bo'lsa, shularning ichida o'ynalib, endi nechchalik qo'shsansizlar, o'zlaringizga yaxshi. Sizlarning kommentariyalaringizga ko'p like bosgan odam, masalan, sizlarning kommentariyangizni like'ini ko'ramizdan shu podarkani beramiz. Birinchi o'rinimizga Xudo xolasa 3'lik g'oli qo'ydik, sochaqli g'oli. Ikkinchi o'rinimizga joynamoz qo'yamiz yine. Bunam sochaqli, chisti sagniki eng zo'ri qalini bo'ladi. Joynamozni qalini. Ikkinchi o'ringa, yine uchinchi o'ringa joynamoz qo'yib beramiz. Obunachilar, hurmatli obunachilar, sizlarga ko'p kommentariya yozinglar, like yanglanglar, podpisatsiya bosinglar, ko'p yana bir boshqa odamlarga ulashinglar bizning videolarni. Sizlarga shunda bu manfaatli video bo'lib chiqadi. Priz ham chiqadi. Keyin endi esa bir yandan g'olalarimizni ko'rsataveramiz. Hozir hurmatli obunachilar, Xudo xolasa bir yandan divolda turganlarni ham ko'rsatamiz. Divolda turganning endi ko'p odam gulini ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun biza o'zini yoyib berishga maqsad qildik-da, shuni o'zini yoyib ko'rsatamiz bir yandan. Asa ikkalavering. Yine bu g'olimiz 3'e 5 g'oli bo'ladi yine. Sochaqli, chisti sagniki nova degan g'oli bo'ladi. Bu g'olimiz o'zi 900-800 sotilgan. Hozir bizada aksiyada 600 ming so'mdan beramiz bu g'olini. Obunachilar, bizada podarka ne deyin yo'q. Ne shundayda biza bozordan dim arzon qo'ydik bularni. Ramazon oyi uchun. Endi bo'ladi podarka. Masalan, ko'proq sabr 5-6 millionlik g'oli olsa bo'ladi, beramiz podarkasini. Rozi etib beramiz Xudo xolasa Ramazon oyida. Keyin bu vajimizni yine imunda variantlari ko'p. Variantlari ko'p. Yine bu gilamimiz ham Xudo xolasa 3'e 5'lik gilam bo'ladi. 3'e 5 gilamimiz. Bularni tiyindagi bahodan qo'yib beramiz Xudo xolasa hammasini. Endi imunda yana bir boshqa g'olimiz bor. Bundan sal qalinroq, sifatliroq, yaxshiroq. Yine bu 3'e 5 g'olimiz. Parlament sifatida zo'r ochib turadigan g'olimiz. Bu g'olimizni bahasi o'zi 1 million 200, 1 million 300 sotilgan. Buni hozirgi kunda 3'e 5'likini 900 ming so'mdan qo'yib beraman. Bir donasini 900 ming so'm 3'e 5'liki. Xohlasangizlar boshqa razmerlari bor. Prosta sizlarga hozir razmeri bir ma'qul bo'lsin deb, bahasi bir normalniy bo'lsin deb sizlarga 3'e 5'lik olib berdik. Masalan, 4'e 5'likni oladigan bo'lsangizlar 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Bahasi shunda chiqib boraveradi. Bu vajimiz yana endi obunachilar endi astan qalin variantlarga o'taveramiz. Quru yubka variant emas, imunda yana qalin variantlarimiz ham bor. Bularimiz Xudo xolasa, bular ham 3'e 5'lik, bular 2 million so'm, 1 million 900 ming so'mdan sotilgan g'oli bular. 1 million 700 ham sotganmiz, doğrusu 3'e 5'lik razmeri. Buni hozirgi kunda sizlar uchun
1 milyon 350 ming so'mga qo'yib beramiz. 3'e 5'likini, kalın zo'rini Chisti sak firma, Lazur firma bo'ladi. Hurmatli obunachilar, saçaklı, kojalı hem möcü bor. Keyin imunda bir yangiligimiz geldi. Bu endi evvelgi videolarimizdan ham yo'q edi. Hozir buni yangilik etgan variantimiz mavi svet o'zgardi. Hurmatli obunachilar, vajni ko'rdingizmi svetini yine? Chisti sagniki, saçaklı, kojalı g'oli bo'ladi. Yine kojalar ham bor, saçaklari bor yine. Endi kalınlıkını bir ko'rsatib beramiz buni operator. Kalınlıkını hozir yine o'zingiz ko'rsatib bering, vorsini yine 1-2 santimetr buni kalınlıkı, hurmatli obunachilar. Bu g'olimiz yanından boshqacha tovlanadi, arayandan boshqacha ko'rinadi. İki yandan 2 xil tovlanadan gilamimiz. Bu gilamimizning bahası, o'zi 2,5 milyon, 2 milyon satılgan bola. Hozirgi kunda 1 milyon 750 ming so'mga qo'yib beramiz, hurmatli obunachilar. Ramazon oyi aksiyasi bo'lgani uchun 1 milyon 750 ming so'm. 3'e 5'lik. Hamma razmerlari bor. Bunda metrajlar ham bor yine. Metrajlar ham bor. 80, 1, 120, 1,5, hamma razmeri bor. 2, 2,5 yine. Gelasizlar metraj desangiz metraj, gilami desangiz gilami. Bular ham hammasini arzonlatib beramiz ishi g'olini bahasında. Bu vajimizda endi qizil svet ham geldi. Buna bir ko'rsatamiz yine. Bu vajimiz qizil svet shu vajni. Yine. Bundan şu saçaklı, kojalı bo'ladi. Toshchi shu vaj shu. Просто svet rang o'zgargan. Bunda yine şu vajimizda komplekt doroshkasi 81, 120, 1,5, 2, 2,5 adam bor. Razmerlari. Endi hurmatli obunachilar, bunda karışlı svetlerimiz bor. Karışlı svetlerimiz. Bular ham bir qator ko'rsatib o'tamiz yine. Şu vajimizning karışlı sveti bu yine. Yine. Saçaklı, kojalı. Şu vajning saçaklı, kojalı, karışlı sveti. Bunda yine komplekt daroshkalar yine. Buna hem razmeri bor. 81, 120, 1,5 hem razmeri bor. Keyin hurmatli obunachilar, endi hozir trendda bo'lgan gilamlarga o'tib boshlaymiz asta-asta. Sayın obunachilar, xudo xolasa hurmatli obunachilar. Trendda bo'lgan gilamlarga o'tamiz yine. Yine bular trendda turgan hozir eng zo'ri ipak gilamlar bo'ladi yine. Bular ham doğrusu kvadratı 180, 170, 150 ham salıtılgan. İki yandan 2 xil tovlanadan xili bu. Eng zo'ri. Bularni xudo xolasa bahasini hurmatli obunachilar sizlarga 135 ming so'mdan qo'yib beramiz kvadratini. 135 ming so'm. Bu vajimizni 3 xil varianti bor. Bunda yine komplekt daroshkalar ham bor yine. Obunachilar. Komplekt daroshkalar ham bor ipaklarimizda. Eking, buni ham ko'rsatali. 3 xil gullisi bor mana. Gullini saylab olaveradilar. Yine. Bu xil gullisinden ham bor. Mana ham ko'ryapsiz. İki yandan 2 xil bo'lib ko'rinadi. Chisti ipak gilamlarimiz. Keyin bunda toza vajimiz geldi. Bu xudo xolasa 2025 bu. Obunachilar, sizlar uchun 2025. Yangi gilamlar, yangi izlanishlarimiz. Bu gilamimiz bordoviy svet bo'ladi bu. Yine kalınlıkı o'ta kalın vajnikim buni. Yine operator bunu yaqinlashtiradi. Yine kalınlığını ko'rsatamiz buni. O'ta zich vaj, kalın, naham yaxshi. Kilay yo'q 1 gram g'alada. Yine yuvib siqib do'shiverasizlar. Hurmatli obunachilar. Hali toza vaqtda ko'ribmiz g'alani yine. Hep tekiz bo'ladi yine. Yayilib turaveradi. Bu gilamimizni xudo xolasa hurmatli obunachilar bularni 150, 160, 140 ham satganmiz. Sizlar uchun 130 ming so'mdan qo'yib beramiz. Kvadratini 130 ming so'mdan. Metrajlari hamma razmeri bor. Keyin shu vajimizni seriyasi ham geldi. Yine bu seri sveti bo'ladi mana. Buni ham ko'ringlar. Buni ham qalin vaj, to'shi shu vajni serisi atari. Yine. Buni ham komplekt daroshkalari ham mavjud bor. Bular 2025 qalin vaj bular. Uji bularda sintetik yo'q 1 gram yine. Yine paxta deyin qalınlık ham. Chotki vaj yine. Yuvib siqib do'shiverasiz. Sinmaydi, cho'kmaydi, yonmaydi, hech etmaydi g'oli. Buni ham shu bahodan qo'yib beramiz. 130 ming so'mdan hurmatli obunachilar. Endi dim kalın trenddagi zo'r vajlarga o'tamiz. Dim kalın so'ran odamlara parlament, zo'r gullamlarimiz geldi. Hozir ularni bir qadar ko'rsatamiz. Mavi svetlar, siniy svetlar, temniy. Yine.
Yine abunaçılar. Bu ej ne deydi yine. Görünler buna. Buna Xudo kalasa Mınam da arzu etip veremem. Bunu şu Ramazan ayında Xudo kalasa 200 ming so'm bo'lib 220 ming so'm qolib. Bunu Ramazan ayı münasebeti bilen 150 ming so'mdan koyup veremem. Hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, eshitdinglar. Fakat 150 ming so'mdan bu aksiyamiz Xudo kalasa 30 martdan devam etedi. İşi Ramazan ayında neçe gün kalmasa şundan devam etedi. Gelevereste Xudo kalasa yine hazır işi vecimizni akınam gözetemiz. Aksiyetlerim geldi. Elin. Şu vecimizin aksiyeti yine. Bulanı hem merezmeri var. Prosto sizlere hazır bir de ulusunu gözetip yayış. Udobnu emas da. Şunun için sizlere kişinesini gözetemiz. 3'e 5, 3'e 4 rezmerini halagan rezmerini tap veremiz. Ki yine bir başka güllerimiz geldi. Hulanan bir kadar gözetemiz. Hurmatli obunachilar, 5 milyon 6 milyonla ötse Xudo kalasa padarkamiz bor. Padarka yok emas. Lekin ya 1 milyon 2 milyon ötse ya bunu beremiz deb aldığandan fayda yok. Şunun için şu 5 milyondan ötse hem padarkangiz bor. İş yerde mesela bir kaledorunuzda mı, baniyse mi bir kusok gerek yok kalalı. Şunun versiyonu beremiz. Ulanı hesaplanması mesela. Yine bu vecimizden taza 2025. Bunun hem müveci bor. Komplekt. Daroşkesi, metrajları, galıları hem merezmeri bor. Hemmesini bir yandan gözetip veremiz. Bunda yine taza sivetimiz geldi yine. Bunam görünler obunachilar. Bunam hoşayveç. Keyin hazır bir qatar keyin metrajdan gözetip ötemiz. Yine. Ne dedi bu vecimiz? Hurmatli obunachilar, gülünü dınıklıkını gördüysemi? Bula öte zıç galı bula. Operator. Ekkengali bana yine. Yine. Bana tiyam açılmıydı buna obunachilar. Gördüysemi? Arkasının doykuluşunu görün. Tereng dokulgan. Yine. 1 gram çileği yok. Galıda çileği bulmasa ömrü uzak boladı. Yine. Hiç et sınmıydı. Doğru döşep koyaverəsdə yine. Mınam şu veç. İyin kalınını yaydık bir yerde yine. Obunachilar. İndi Xudo kalasa bende bir metrajlarımız var. Bunlardan bir kadar gözetip ötemiz sizlere. İpeklerimizin daroşkeleri yine. Metrajları hem merezmeri var. 81, 120, 1,5, 2, 2,5. Bir anda yine metrajlarımız var. Metrajlarımızı dım aksaya koyduk doğrusu obunachilar. Ne için deyinde bize de köp metraj yazdı bize de. En köp metraj işletemiz de. Şunun için bu metrajlarımızı dım aksaya koyuverdik. Mesela yine 1, 2, 3, 4, 5 tane resmetke var. İşi gilemlerimiz 75, 70, 60, 65 satılan. 50 ming so'mdan koyup veremem obunachilar. Kvadrat metrini 50 ming so'mdan koyup veremem yine. 50 ming so'mdan. Bula 4 metrlikten 3,5, 3, 2,5 hem merezmirleri bor. Yine. Keyin ben tarafta yine 3,5 qarashularni. Bunda bir kalın metrajımız var yine. Bunu bir gözetip vereli. Bular ham kalın bo'ladi yine. Kilaysiz, acayip zış tokulgan galı. Arkasından çisti polistirini zor vecden tikilgan bo'ladi. Bulanı kvadratını 180 ming so'm edi bular. Bulanı 135 ming so'mdan koyup veremiz yine. Geleverəsizlər. Hemmesi bor. Bunda kızıl sonra metrajlar düşürdük yine kızıl yine. Kızıl metraj gerek olsa yine kızılla bor. Bular yan başları koca bilen tikilgan metrajda da elimizde kocalısı yok işte bizde de bor. Bulanı 130 ming so'mdan satkanmiz. 100 ming so'mdan koyup veremiz obunachilar. 100 ming so'mdan. Bunda ipeklerimiz bor taza. Yine iş verse 50 ming so'mdandır tıkaytekle. 50 ming so'mdan. 75 ming so'mdan algan adamlar ham bor buni. Lekin bize şunu 50 ming so'mdan koyup veremiz 15 gün davamında. İnin 50 ming so'mlik. Yine 50 ming so'mlik. Bula 100 ming so'mdan koyup veremiz ipekni kalın zorunu. İpekni kalınlığını gözetip verin bir operator aralarını açıp zıç vec bu. Öte zıç vec kalın. İşlerini 100 ming so'mdan koyup veremiz Xudo kalasa obunachilar. Obunachilar geleverəsizlər yine bizning dükkanımız birinchi dükkan. Dükkan 7 gün tonlu işiydi. Bir hafta davamında mesela ilimliydi. Hem muaf geleverəsizlər. Saat 7'den geçte şöydemiz. Sağ bolunglar, like basыңlar, подписаться basыңlar, kommentariyani köp yazыңlardan mutgalığa ege bolunglar. Bu sizlere tekin. Mesela 30 Mart günü oynaladı şu. 30 Mart adın yazıladı. 30 Mart günü oynalıp heyt gününe Xudo kalasa padarka boladı size.
Telefonlarınızı kaldırınlar, kommentariya yazınlar, tez basınlar. Obunachilara yengde yeringlar. Keyin o'ynalgan vaqtda telefon o'zlarimiz yazamiz kommentariyada gelip ekitesizlar. Siz sog' bo'lasizlar, yaxshi kunlarda, to'ylarda görüşelim.